Video davomida sog'lom ko'zlar bilan, masalan, -4 ko'rsatkichli ko'zoynak taqsangiz, ko'z nurimga ziyon yetkazaman deb o'ylaysiz. Yo'q, kitob o'qishning foydali tomonlari. Kayfiyati baland kishiga dard yuqmaydi. Kitob o'qimay qo'ygan insonda qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Kitob o'qish davomida esa miyaning 2,5 shari ham faol ishlaydi. Kitobni tez o'qishni qanday o'rganish mumkin? Marks Bill tez o'qishga xalaqit beradigan 3 ta xatoni keltirib o'tadi. Tez o'qish usuli. Tanaffuslar qanchalik muhim? Kanalimizga obuna bo'ling. Qorong'ida kitob o'qima, ko'z nuring pasayib ketadi. Siz ham bu iborani yoshligingizdan ko'p eshitganmisiz? Hatto hozirgi kunda turli xil jurnallarda, ijtimoiy tarmoqlarda odamlar tunda kitob o'qishi salomatligi uchun zarar keltirishi haqida maqolalar va yangiliklar uchratsa bo'ladi. Aslida esa bu unchalik to'g'ri emas. Ko'p olimlarning ta'kidlashicha, bu shunchaki afsona. Qorong'ida yoki xira yorug'likda o'qishni zarari yo'q. Unda nega bizga har doim bunday deyishgan? Shunchaki bo'rttirilgan. Sizning ko'zlaringiz kasallanmaydi yoki xiralashmaydi. Ular shunchaki charchaydi. Bunda bosh og'rig'i paydo bo'lishi mumkin, lekin ko'z nuriga hech qanday ta'siri yo'q. Agar sizga ko'z uchun mashq qilishni tavsiya etishsa, quloq solmang. Bu befoyda, vaqt sarflashdan boshqa narsa emas. Ko'z uchun eng yaxshi mashq bu shunchaki ko'zlaringizga dam berish. Sizning ko'zlaringiz doimo harakatda va 1-2 marotaba qilingan ko'z mashqlari bilan hech narsa o'zgarmaydi. Sizning ko'zlaringiz qorong'ulikka yoki yorug'likka moslashadi. Faqat quyoshga qaramaganingiz ma'qul. Bu juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Sog'lom ko'zlar bilan, masalan, -4 ko'rsatkichli ko'zoynak taqsangiz, ko'z nurimga ziyon yetkazaman deb o'ylaysiz. Yo'q, ziyon yetkazmaysiz. Sizning ko'zlaringiz siz o'ylaganchalik zaif emas. Kitob o'qish esa hech qanday ziyon keltirmaydi. Faqat ularni toliqtirib qo'ymasangiz bo'ldi. Endi esa bu borada ajoyib faktlarni berib o'tamiz. Kitob o'qishning foydali tomonlari. Mutolaa qilishning koni foyda. Dilingizni yayratib, qalbingizga osoyishtalik bag'ishlash bilan birga, salomatligingizga ham ancha foyda keltiradi. U miya mashqlari hisoblanadi. Miya muntazam ishlab turgandan keyin uning harakati sekinlashmaydi. So'z boyligini kengaytirish va yangi bilimlarga ega bo'lishga imkoniyat yaratadi. Charchoq va stressdan xalos bo'lishda ko'maklashadi. Mutolaa ruhiy tushkunlikni davolaydi. Xotira va e'tiborni yaxshilaydi. Yoza bilish, ya'ni fikrni qog'ozga tushira olish qobiliyatini shakllantiradi. Tasavvurni rivojlantiradi. Oromli uyquni ta'minlaydi. Shu bilan bir qatorda kayfiyatni ham ko'taradi. Kayfiyati baland kishiga dard yuqmaydi. Dunyoni tushunishga yordam beradi. Ya'ni birni ko'rib shukr qil, mingni ko'rib fikr qil degan xalq maqolini anglashga ko'maklashadi. Kitob o'qimay qo'ygan insonda qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Dunyodagi eng yaxshi kinozal miya ekanini yaxshi kitob o'qish davomida tushunib yetish mumkin. Kitobxon esa sevib o'qigan asaridagi voqealarni o'z boshidan kechirgandek bo'ladi. Kitob o'qimay qo'ysa-chi, nima bo'ladi? Eng avvalo, so'z boyligi kamayadi. Ikkinchidan, xotira pasayadi. Miya faol ishlamaydi. Kitob o'qish nafaqat dunyo qarashni kengaytiradi, balki savodxonlikning ortishi, yozma va og'zaki nutqning boyishiga sabab bo'ladi. Kitob o'qiydigan odam qayerda, qachon, kimga, qanday gapirish kerakligini yaxshi biladi va kamdan kam fikrini ifodalash uchun so'z topolmay qoladi. Ko'p mutolaa qiladigan insonlar bilan suhbatlashish, fikr almashish maroq beradi. Xotira pasayadi, miya faol ishlamaydi. Miyaning chap yarim sharida so'zlar va ma'lumotlar saqlanadi. O'ng yarim shar esa tasavvurga javob beradi. Kitob o'qish davomida esa miyaning 2,5 shari ham faol ishlaydi. IQ darajasini oshirish, anglash va tasavvur oshishiga sabab bo'ladigan kitobga shuning uchun ham eng yaxshi miya trenajyori deb ta'rif bersa bo'ladi. Muntazam kitob o'qish natijasida ma'lumotlarni saqlash uchun ahamiyatli bo'lgan yangi neyronlar shakllanadi va bu o'z navbatida xotira yaxshilanishida muhim rol o'ynaydi. Kitob o'qimaslikning yana bir yomon tomoni, miya va qalb ozuqadan bebahra qoladi. Yaxshi kitobda hamisha o'yga toldiradigan savollar va vaziyatlar bo'ladi.
Yashashdan ma'no nimadaligini, global va jamiyatdagi mavjud muammolar, kishilar o'rtasidagi munosabatlar, qahramonlar obrazida ko'rsatib yoki muallif tomonidan ochiqlanib berilishi o'quvchida insoniylik, befarq bo'lmaslik va vaziyatga ongli ravishda yondashishga undaydi. Miriqib o'qilgan kitob miyani oziqlantiradi, qalbga malham bo'ladi. Insonning shaxs sifatida shakllanishi, olamni anglashi va o'zligini topishga urinishiga turtki beradi. Kitob o'qimaydigan inson o'zining emas, atrofdagilarning fikri bilan yashaydi. Ayrim insonlar ko'rsatmasiga asosan hayoti qanday o'tib ketib qolganini ham bilmay qoladi. Kitobsevar inson nafaqat o'zini, balki atrofdagi insonlarni tushunishga harakat qilib, shu bilan birga o'z shaxsiy fikr va pozitsiyasiga ega bo'ladi. Kimlardir xohlagani uchun noto'g'ri deb bilgan ishlarini bajarmaydi. Kitob o'qiydigan insonlar muammolar yechimiga boshqacha yondashadi. Taxmin va subyektiv qarashlardan ko'ra aniq qilinishi kerak bo'lgan rejalar asosida vaziyatga real baho beradi. Unutmang, kitob o'qimasangiz avlodlar saviyasiz bo'lib qoladi. Kitob orqali muallif va o'quvchi o'rtasida muloqot bo'lib o'tadi. Yozuvchi aytmoqchi bo'lgan fikrlarini so'zlar va voqealar rivoji orqali avlodlarga yetkazib beradi. Kitob o'qish davomida o'quvchi muallifning fikrlari va hayotga bo'lgan qarashi haqida tushunchaga ega bo'lish, davrlararo istalgancha sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, avlodlarga insoniyat va kishilar tomonidan qilingan xato va yangiliklarga chetdan qarab baho berish va uning yakuni qanday tugaganini tahlil qilib, kelajakda takrorlanmaslik uchun dars bo'ladi. Kitobni tez o'qishni qanday o'rganish mumkin? Yaxshi kitoblar juda ham ko'p. Hattoki haftasiga bittadan kitob o'qisangizda barcha yaxshi kitoblarni mutolaa qilishga ulgurmaysiz. Shuning uchun ham kitobni tez o'qishni o'rganib olish foydadan xoli bo'lmaydi. Princeton universiteti o'qituvchisi Ebbi Marksbillning 10 kun ichida kitobni tez o'qishni o'rganish maqolasida bu borada amaliy maslahatlar berilgan. O'qish va axborotni eslab qolish uchun muhim shartlar sanab o'tilgan. Marksbillning aytishicha, o'qilgan ma'lumot qisqa muddatli xotiraga tushadi va bir necha kun davomida saqlanib turadi. Agar kishi o'qiyotgan axborotining ma'nosini tushunsa, u yaxshiroq esda qoladi. Sarlavhalar, izohlarni o'tkazib yubormaslik kerak. Ular gap nima haqida ekanligi borasida yaxshiroq tushuncha beradi. Xalaqit beradigan xatolar. Kitob o'qish ham xuddi malaka singari doimo oshib boradi. Afsuski, ko'p hollarda maktabni bitirishimiz bilan kitob o'qimay qo'yamiz. Aslida esa tez-tez kitob o'qish foydali. Marksbill tez o'qishga xalaqit beradigan 3 ta xatoni keltirib o'tadi. Birinchisi, matnni ovoz chiqarib o'qish. Ikkinchisi, kitob o'qiyotganda boshqa narsalarga chalg'ish. Uchinchisi, o'qib bo'lingan satrni qaytadan o'qish. Birinchi xatodan qutulish oson. Ovoz chiqarib o'qishni bas qilish kerak. Boshqa narsalarga chalg'imaslik uchun esa smartfon, televizor va shu kabi chalg'ituvchi narsalardan uzoqroqda bo'lish kerak. O'qib bo'lingan matnni qaytadan o'qib yubormaslik uchun esa u satrni chizg'ich bilan to'sib o'qishni davom etish kerak. Tez o'qish usuli. Keyingi satrga o'tayotganingizda ko'zingizni satr boshiga emas, 1 santimetr o'ngga qarating. Satr oxirida ham so'nggi santimetrga ko'z tashlamang. Sizga xuddi har bir satrning bosh va oxiri ko'rinmayotgandek tuyuladi. Lekin aslida siz ularni o'qiy olasiz. Natijada har bir satrda nigohning to'xtash holati kamayadi. Tanaffuslar qanchalik muhim? Kitobda shuningdek mutolaa uchun eng optimal vaqt 20 daqiqa ekanligi aytiladi. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, 20 daqiqadan so'ng miya axborotni qabul qilish qiyinlashadi. Lekin bu fikrga kimdir qo'shilmasligi ham mumkin. Chunki ayrim kitoblarni o'qishni to'xtatish uchun 20 daqiqa ham kifoya qilsa, ayrim kitoblarni soatlab o'qisangiz ham qo'lingizdan qo'ygingiz kelmaydi. Ammo bu ko'zlaringizni charchatadi. Shunday ekan, mutolaa qilish vaqtida yuqorida sanab o'tilgan tavsiyalarga amal qilganingiz ma'qul.